Birinchi darsni o'zidan qarorim qat'iylashdi. Bo'ldi, o'qiyman, eplolarkanman, mana o'zim qilsam bo'lar ekan degan o'sha birinchi darslardan shunaqa menga xulosa bera oldilar. Assalomu alaykum muhtaram. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Podkastimizga xush kelibsiz. Rahmat. Vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizni bu mobilografiya sohasiga qanaqa kirib kelgan tarixizni bilmoqchi edim. Nega aynan Toshkentdan Olmaliqqa kelib bizada o'qidingiz? Mobilografiya sohasiga kirib kelishim o'zi ajoyib bo'ldi. Bu men qo'limdan kelmaydi, eplolmayman deb anchadan beri kirolmay yurgan soham. O'zim Klubnikov shokoladi hozirgi trenddagi biznes bilan shug'ullanaman. Va har doim menga sifatli videolar, chiroyli montajlar har doim kerak bo'ladi va har safar unga moliyaviy summa ajratish biroz qoplamaydi o'zini. To'g'ri. O'shaning uchun dostupniyroq variantlar izlashni boshladim-da va Toshkentda narxlar balandligi sababli Olmaliqqa o'zimni tanishlarim ham borligi sababli Olmaliqqa nima berdim, poyezd berdim-da va sizni variantingizni menga taklif qilishdi. Telefon qilsam, siz aytdingiz, meni kursim ham boshlanyapti. O'zingiz o'rganganingiz yaxshi emasmi? Har safar bunga pul sarflagandan ko'ra o'zingiz o'rganganingiz yaxshi emasmi deb shunaqa taklif berganingizdan keyin bir kelib ko'rishga qaror qildim. Darsingizni ko'rishga baribir men olganman mobilografiya darslarini onlayn olganman-da, lekin hech biri bilan boshidagi boshlang'ich darsliklar bilan tanishib chiqardim, oxiriga yetkaza olmasdim umuman. Va offlayn o'qishga qaror qilib, o'sha birinchi darsdan meni ham qo'limdan kelar ekan degan xulosa bilan ketdim-da va endi dars qoldirmasdan har safar kelaman degan qat'iy qarorga keldim. Va juda ham mamnunman. Tasodif deydi-yu, shunaqa baxtli tasodif bilan uchrashib qoldik-da va bundan juda ham xursandman. Berayotgan bilimlaringizdan, mobilografiya sohasidan tashqari ko'proq narsa beryapsiz bizga har safar. Bundan Rahmat. butun guruh bilan minnatdormiz. Sog' bo'ling. Va Xudo xohlasa, shu o'quvchilaringiz qatorida chiroyli natijalar ko'rsatib, bu sizga har birimiz natijamiz obro', dollarlar bilan kelsin sizga degan niyatdamiz. To'g'ri. Ko'p insonlar murojaat qilishadi xizmatlarimdan foydalanishiga kurs bo'yicha, lekin ayni sizni yo'nalishingizga ortiqcha odam kerak emas-da. Chunki u eritasiz, boshqa qilasiz, muzlatasiz, u jarayonlarni sizni yoningizda hech qaysi mobilograf yoki SMMchi 24 ga yetib bo'lmaydi. Siz bolalar tinchitgan paytda qilib qolishingiz mumkin ijod, uni oilasi bor bo'ladi, vaqtida sizga kelmay qoladi. Endi bitta sizni kutayotgan bitta investitsiyalaringizdan biri xuddi shunaqa texnikalardan bitta olsangiz, sizda tayyor studiya yaratib olasizda, ortiqcha xarajatga va ortiqcha insonlarni ko'magiga muhtoj bo'lmaysiz. Rahmat. O'qiganingizdan va yetarlicha bilim olayotganingizdan xursandman. Rahmat. Berayotgan bilimlaringiz uchun. Rahmat sizga. Aynan jihatdan. Masalan, internetda yoki shahar o'zida mobilograf ko'p qadam. Juda ko'p. Sababi hozirgi 21 asr bo'lgandan keyin mobilografga talab oshyapti. O'zingiz ham bilasiz, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram hammasi bo'yicha. Lekin shuncha odamlar orasidan nima sababdan aynan chiqadi? Mana bu savolingizga javob. Ba'zi narsalarni biz tanladik deb o'ylaymiz, lekin tanlangan bo'lib qolamiz-da. Bu bizni men qanaqa buni ta'riflayman? Alloh tanlab bergan bo'ladi-da biz uchun. Men hozir tanishuvimizni, bu dars jarayonlarimizni shunaqa deb ta'riflagan bo'lardim. Alloh tanlab olib kelib qo'ydi-da oldimga. Men chunki faqat bir oylik proyekt ustida ishlayman degan niyatim bor edi. Keyin kurslarni taklif qilib qoldilar va ungacha tanimasdim va o'sha zahoti Instagramdan topib joylagan postlari, o'zlari haqidagi ma'lumotlarni o'shda Akmal Abdullayevda o'qigan ekanlar. Men Akmal Abdullayev kurslari haqida ma'lumotim bor. Meni inson sifatida hurmat qilaman-da. O'shaning uchun bitta katta turtki bo'ldi men kelishimga darsga. Ularning darslariga kelishimga katta turtki bo'ldi va
birinchi darsni o'zidan qarorim qat'iylashdi, bo'ldi o'qiyman, eplolarkanman, mana o'zim qilsam bo'larkan degan уже birinchi darslardan shunaqa menga xulosa bera oldilar. Sizni mana shu sohaga qiziqtiradi. Qiziqtira oldilar. Shunaqa rahmat bu uchun.